Allo, assalomu alaykum. Isoxon aka, o'zlarimi? Ha, o'zim. Xayrli kunlar bo'lsin. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo. Rahmat, minnatdormiz. Biz sizga hozirda yaqinlaringizni iltimoslariga binoan sizga baxtlarni, shodliklarni ulashmoqlik niyatida kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shu loyiha boshlovchisi Mumtoz Begim bo'laman. Rahmat. Rahmat. Sizni bugungidek go'zal ayyomlar qarshalagan yangi bahoringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh xayrli qilsin, yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Bir inson uchun nimaki baxtlar, saodatlar bo'lsa, hammasini siz uchun tilab qolamiz. Rahmat. Bugun bizning loyihamizga siz uchun atalgan eng chiroyli tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomalarni mualliflari kim bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'ring-chi. Ammamlarmi? Mashallah, qayerdan bildingiz? Ammamlar bir sinamamlar. Albatta. Shunaqa qiziqadi. Juda ham to'g'ri topdingiz. Ayni daqiqalarda barcha yaqinlar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi ana shu mehribon amajoningiz Naimaxon opa sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin yurakdan muborakbod etmoqdalar. Rahmat. Ularga hamrohlikda ota-onangiz hamda bujonlaringiz, bobolaringiz, amajoningiz, singillaringiz hamda barcha yaqinlaringiz nomlaridan ham qabul qilasiz. Rahmat. Ularning sizga atalgan tabriknomalari, dilnomalari bor ekan, agar ruxsat bersangiz, ushbu tabrik xatlarini sizga o'qib berardim, maylimi? Mayli. Rahmat kattakon, marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum. Meni jigarimning yuragini bir parchasi bo'lgan. Issiq mehrimiz egasi, erkalab, suyib katta qilganimiz Erkatoy jiyanami. Bizlarga olam qo'shlar olib kelgan kuning kechagidek esimda. Bugun faqatgina sen uchun emas, balki bizlar uchun ham ajoyib, shodiyona, xursandchilik kuni. Seni bugungi tavallud ayyom qarshilagan yangi yoshing bilan hammamiz chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim umring uzoq, tanu joning sog'lik, salomatlikda bo'lsin. Bo'ylaringga ko'zlar tegmasin. Alloh o'zidan boshqa hech kimga va hech narsaga muhtoj qilmasin. Seni hammamiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Bizni faxrimiz, g'ururimizsan. Necha yoshda bo'lsang ham men uchun Erkatoy jiyanim bo'lib qolasan. Ota-onang, yaqinlaring va albatta bizni baxtimizga ham sog' bo'lgan. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Dardingizdan bo'zlari qog'ozim. Siz bilandir bahorim yozim. To'ksam sizga dildagi zorim, yaqinlarim boringizga shukr. Ezgulikka hissimni qo'shay. Xasis emas, xotimda yashay. Poyingizga mehrimni to'shay, yaqinlarim boringizga shukr. Qo'li yeysiz bo'lib farishta, madadkorim bo'lib har ishda. Mehringiz bor, bo'xsam bepayon, yaqinlarim boringizga shukr deya ushbu go'zal dilnomalar siz uchun. Sizni ham yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Hammalarga katta rahmat aytib qo'ying. Rahmat. Boringizga shukr. Qimmatli vaqtingizni biz uchun ajratganingiz hamda samimiy suhbat uchun rahmat kattakon. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p.